Assalamu alaykum hörmətli televizor görgüçülər, Erkin Asiya Radiosu Tor televiziyasının Abdul xəbərlər proqramını görürsüzlər. Programımız xoş gəldinglar. Məzkur proqramımızda məşə bir həftə jarayonida radiomuzda anlatılğan bir qism mühim xəbərlərni əslətib ötdümiz. Mən Erkin. Mən Gülçehra. Tövəndə diqqətinizə xəbərlərimizin təfsilatları bolsun. Amerika Dövlət Məclisində müzakirə qılınayotgan Uyğur Kişilik Hüquq Qanun layihəsi 30 oktyabr günü Avam Palatası Tashqi ishlar komiteti chaqirgan maxsus yig'inda mutlaq üstünlük bilan ma'qullandi. Yig'inda palata a'zolari va komitet raisi ayrim so'z qilib, Uyg'urlar duch kelayotgan zulmga qarata tezdan tadbir qo'llanmaganda tarixdagi fojialarning qayta yuz berganligini alohida ta'kidladi. Mazkur qonun loyihasi Amerika Kengash Palatasidan ma'qullikdan o'tgan bo'lib, amdilikda onun Avam Palatasıdaki en yukarı dereceli komiteti ma'qullanishi onun resmi qonun bo'lib ma'qullanishidagi muhim qadam deb qaralmoqda. Birleşken Devletler Teşkilatı'da içilayotgan irqiy ayrımçılıkka qarşı turuş temasidagi maxsus yig'inda Amerika, Angliya, Germaniya qatorliq 23 davlat Uyg'urlar haqida birlashma bayonot berdi. Birlashma bayonotda Uyg'urlar diyoridagi siyosiy bostirish harakati keskin ayblandi hamda Uyg'urlar diyoriga mustaqil tekshirish guruhi avatishiga yo'l qo'yish talab qilindi. Bu yil yozda 22 G'arb davlati Xitoy hukumatining Uyg'urlarni bostirishni o'rtaq ayblagan bo'lib, bu qitimqi birlashma bayonot har qaysi sohalarning qizg'in olqishiga erishdi. Yaqinda Kuchan oilasidagi bir lagerning o'zida 6 oy ichida 150 dan ortiq kishining o'lib ketganligi oshkorlandi. Muxbirimizning ahvol aniqlashi jarayonida yerlik soqchilardan biri o'zi ko'rgan ahvollarga asosan bu vaqtdagi savollarga javob berdi. Ammo bularning qanchaligining qiynoq yoki kasal sababidan o'lib ketganligini deb berolmadi. Lagerlardan qutulib chiqqan shohidlarning bayonlaridami lagerdagi o'lim yetim hodisalarining og'irligi alohida o'rin egallaydigan bo'lib, Xitoy hukumatining uchurlarni qattiq kontrol qilish sababidan bu vaqtda yanada ko'plagan sirlar mavjud bo'lmoqda. Amerika basketbol birlashmasining Washington shahridagi kapital bir tantarbiya sarayida o'tkazilgan musobaqada bir guruhda Uyg'ur yoshlari Uyg'urlar va Hong Kongga erkinlik talab qilish faoliyatini uyushtirdi. O'zgacha tashkillangan bu faoliyatda Uyg'urlar maykalarga besilgan inglizcha xatlardan Google Uyg'ur degan jumlani asl qilib, musobaqa ahliga Uyg'urlar va Hong Kongliklar duch kelayotgan siyosiy bostirishni yana bir qitim eslatdi. Amerika basketbol birlashmasi Hong Kongni qo'llash masalasida Xitoyga tiz pukkanlikda ayblanayotgan bo'lib, yaqindan buyon bu xildagi norozilik faoliyatlari ko'p qitim o'tirg'i chiqqan. 2001 yılı Uyg'urlar diyorida zo'r ta'sir qo'zg'agan Tambir voqeasidagi asosli shaxslardan bo'lgan shoir Tursunjon Ahmadning tutqun qilinganligi hamda buning munosabatli ahvollar ma'lum bo'ldi. Tursunjon Ahmadning Turkiyadagi kuyovli Doğan Erdo'g'an qiynotisining 18 yil burungi bir parcha she'ri va qizini chet ellikka yotliq qilganligi sababidan tutqun qilinganligini ilgari surdi. Ma'lum bo'lishicha, hozir Tursunjon Ahmad va uning ikki qizi lagerda bo'lib, Doğan Erdo'g'an ularning terrorlik bilan qilchilikmi aloqasi yo'qligini alohida eskartdi. Qozog'istondagi Uyg'ur o'smirlaridan Anvar Diyoz yaqinda Arab Birlashma Xalifligida o'tkazilgan Braziliyacha erkin chelishish, ya'ni jiu-jitsu turida yana bir qitim dunyo chempioni bo'ldi. Ma'lum bo'lishicha, bu qitimlik musobaqaga 22 mamlakatdan kelgan 600 dan ortiq tanarkachi qatnashgan bo'lib, Uyg'ur mayirlar chelishish va boshqa tantarbiya turlarida chempionlikni qo'lga keltirgan. Qozog'istondagi Uyg'ur o'smirlari hukumatning iqtisodiy yordam bo'lmagan ahvolda ota-onalari va bir qism saxovatchilarning qo'llashi bilan mashqni davom qildirmoqda ekan. Ota-onalarmi bolalardan texmi zo'r umidlarni kutmoqda. Muhtaram televizor ko'ruvchilar, yuqorida Erkin Asiya Radiosi Tor televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'rdinglar. Kelar hafta ko'rishaylik. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh. Aman bo'linglar.